Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzumiz davlat byudjeti va shaxsiy byudjet o'rtasidagi o'xshashlik va farqlar haqida suhbatlashamiz. Mavzumizning reja qismi quyidagilardan iborat: davlat va shaxsiy byudjetlarning asosiy tushunchalari va maqsadlari, o'xshashliklar, moliyaviy rejalashtirish va resurslarni taqsimlash, farqlar, moliyaviy majburiyatlar, daromadlar va foydalanish kontekstlari haqida suhbatlashamiz. Davlat byudjetining asosiy tushunchalari. Davlat byudjeti davlatning daromadlari va xarajatlarini belgilovchi hujjatdir. Uning maqsadi iqtisodiyotni boshqarish, jamoat xizmatlarini ta'minlash va iqtisodiy barqarorlikni saqlashdir. Davlat byudjeti asosiy komponentlari daromadlar va xarajatlar. Daromadlar, soliqlar, bojxona to'lovlari va boshqa manbalardan keladi. Xarajatlar esa ijtimoiy xizmatlar, ta'lim, sog'liqni saqlash va infratuzilma uchun ishlatiladi. Davlat byudjeti iqtisodiy rolda muhim o'rin tutadi. U iqtisodiyotni nazorat qilish, rivojlanishni qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy barqarorlik va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda yordam beradi. Shuningdek, davlat siyosatini amalga oshirish uchun asos bo'la oladi. Shaxsiy byudjetdagi esa asosiy tushunchalar. Shaxsiy byudjet bu shaxsning daromadlari va xarajatlarini rejalashtirish va boshqarish uchun tuzilgan hujjat yoki tizimdir. Maqsadi moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va moliyaviy maqsadlarga erishishdir. Daromadlari, ish haqi, qo'shimcha daromadlar, investitsiyalardan olinadigan foyda va xarajatlar, ya'ni bunda kundalik xarajatlar, kreditlar, tejash, bu komponentlar moliyaviy holatni baholashda muhim ahamiyatga ega. Uchinchi, xarajatlarni kuzatib borish, byudjetni moslashtirish, tejash, strategiyalarni ishlab chiqish va moliyaviy maqsadlar uchun muddatli reja tuzish orqali amalga oshiriladi. Davlat va shaxsiy byudjetdagi o'xshashliklar. Moliyaviy rejalashtirish. Har ikkala byudjetda moliyaviy rejalashtirish muhim bo'lib, maqsadlar belgilash va ularga erishish uchun reja tuzib olinadi. Davlat va shaxsiy byudjetlar kelajak uchun strategik moliyaviy qadamlarni o'z ichiga oladi. Resurslarni taqsimlashda. Resurslarni taqsimlash jarayonida davlat va shaxsiy byudjetlar resurslarni qanday taqsimlaydi va bu jarayonda o'xshashliklari mavjud. Har ikkala byudjetda samarali resurslar taqsimoti iqtisodiy rivojlanish va shaxsiy moliyaviy barqarorlik uchun muhim hisoblanadi. Moliyaviy rejalashtirishning jarayonlari. Davlat va shaxsiy byudjetlar moliyaviy rejalashtirishning muhim qismlaridir. Davlat byudjeti davlat daromadlari va xarajatlarini rejalashtirish, strategik maqsadlar qo'yishni o'z ichiga oladi. Shaxsiy byudjet esa daromadlarni boshqarish, xarajatlarni nazorat qilish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga qaratiladi. Ikkala jarayonda moliyaviy maqsadlar va resurslarni taqsimlash muhimdir. Moliyaviy majburiyatlar davlat va shaxsiy byudjetda. Davlat byudjetining majburiyatlari. Bunda davlatning moliyaviy majburiyatlari, davlat xizmatlarini ko'rsatish, ijtimoiy himoya va infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishni o'z ichiga oladi. Davlat byudjetining majburiyatlari iqtisodiy siyosatni amalga oshirish, resurslarni taqsimlash va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shaxsiy byudjetning majburiyatlarida esa shaxsiy byudjet oilaviy xarajatlar, qarzlar, tejash va investitsiyalarni o'z ichiga oladi. Bu shaxslarning moliyaviy barqarorligini ta'minlaydi. Shaxsiy majburiyatlar moliyaviy intizomni rivojlantiradi, xarajatlarni boshqarish va moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi. Daromadlarning manbalari. Davlat byudjetining daromad manbalari asosan bilamizki, soliqlar, davlat mulki, grantlar va boshqa davlat tomonidan yig'iladigan mablag'larni o'z ichiga oladi. Shaxsiy byudjet esa ish haqi, passiv daromadlar va investitsiya daromadlaridan iborat bo'ladi. Foydalanish kontekstlarida esa davlat byudjeti ijtimoiy xizmatlar, infratuzilma va ta'lim uchun, shaxsiy byudjet esa shaxsiy ehtiyojlar, sog'liqni saqlash va maqsadlar uchun ishlatiladi.
Davlat va shaxsiy byudjetlar moliyaviy rejalashtirish va resurs taqsimoti jihatdan o'xshashliklarga ega, ammo maqsadlar, daromad manbalari va moliyaviy majburiyatlardan farqlanadi. Ularning ikkalasi ham jamiyat va shaxslar uchun muhim bo'lib, to'g'ri moliyaviy rejalashtirish, barqarorlik va rivojlanishni ta'minlaydi. O'z byudjetingizni boshqarish orqali moliyaviy erkinlikka erishishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.